Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana sizlar bilan muntazam tarzda uchrashuvlarni olib boryapmiz. Bugun ham sizlarda qanaqa taklif, muammolaringiz bo'lsa, agar ishlaydigan kunimiz, kimda qanaqa masalasi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kimda masala bo'lsa, kelinglar. Marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men Yasmina Parvina korxususiy korxonasini rahbari bo'laman. Mana bu penoblok ishlab chiqaramiz biz. Bir 4 ta ishchimiz bor. Shunga bir imtiyozli bir kredit, bir 100 million so'm imtiyozli kredit kerak. Shunga bir aylanma mablag'ni to'ldirish uchun yoki kengaytirish uchunmi? Biz asosan shu kengaytirish uchun aylanma mablag'imiz ham bor. Hisob raqami normalni pul aylantirish. Uskuna olasiz. Nasib bo'lsa shu asbob uskuna olasiz. Tushunarli, hurmatli mijoz. Bizda shunaqa kreditlarimiz bor, mavjud. 312-sonli qarorga asosan ham kredit beryapmiz. Xohlasangiz agar 312-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha kreditlarimiz bor. 22% dan beriladi. Imtiyozli, 22% dan. Raqamga tushib beriladi. Yo'q, pul ko'chirish yo'li bilan bo'ladi. Asbob uskuna olsangiz agar pul ko'chirib beramiz. Qayerdan uskuna olmoqchi bo'lsangiz agar, faqat siz bizga kerakli hujjatlarni taqdim eting. 1 kunda sizga aytgan kreditingizni qilib beramiz. Nechta ishchi o'rin qilmoqchisiz endi? Yangi hozircha 4 ta, eng kam ko'paytirib 20 taga yetkazmoqchimiz. 20 taga yetkazasiz. Tushunarli. Bo'lmasa hujjatlarni taqdim etsangiz agar tez orada sizga kredit olishni bildiraman.